Eshak yemiga omalizumab ukolini olsa butunlay tuzaladimi? Parhezsiz yashasa bo'ladimi? Eshak yemi, to'rvoq, ya'ni krapivnitsa kasalligida omalizumab tavsiya qilinadi. Uzoq vaqt surunkali jarayon bo'lib kasallik davom etganda odatda tavsiya qilinadi. Omalizumab bu biologik preparat bo'lib, monoklonal antitela deyiladi. Organizmdagi immunoglobulin G'ni bog'lash va shu orqali semiz hujayralari, ya'ni to'rvoq kelib chiqishiga asos sabab bo'ladigan semiz hujayralarni aktivligini pasaytirish bilan shug'ullanadi. Endi omalizumab preparatini olgandan keyin 70-80% bemorda bemorning holati yaxshilanadi. 50%, 60% bemorda butunlay to'rvoq to'xtaydi. 10-15% bemorda omalizumabdan keyin hech qanday klinik samara ko'rilmasligi mumkin. Preparat odatda 6-12 oygacha bo'lgan muddatda davom ettiriladi. Bu vrachning taktikasiga qarab, kasallik holatiga qarab tanlanadi. Omalizumab preparati to'xtatilgandan keyin 60-65% bemorda qaytib to'rvoq yangilanmaydi. 40-35% bemorda to'rvoq yana qayta paydo bo'lishi mumkin. Aksariyat holatda qaytarilgan to'rvoq juda kuchli bo'lmaydi va oddiy preparatlar bilan bosiladi. Parhezsiz yashasa bo'ladimi? Albatta, parhezsiz yashasa bo'ladi. O'zi surunkali, ya'ni uzoq davom etgan to'rvoq, eshak yemi kasalliklarida parhez tavsiya qilinmaydi. Mana bu qizil yema, mosh yema degan gaplar deyarli samara bermaydi. Asosiy tavsiya qilinmaydigan narsalar tarkibida shakari yoki sun'iy mahsuloti bor narsa. Qolgan tabiiy bo'lgan mahsulotlardan oz-ozdan yeyish mumkin.